Hindiston taratqullari yaqinda e'lon qilgan uchurda bayon qilinishicha, Xitoy askarlari Nepal bilan Tibetning chegarasidan o'tib 2 kilometr yiroqlikda qonunsiz yer egallab, Nepalning Xomla noyisida uy silib, yerlik kishilarning bu rayonga berishini to'sgan. Bu ishni kent komiteti mudiri Vishnu Bahadur Lama bayqagan ekan. Xitoy Kompartiyasining bu harakatiga qarata Nepal hukumati hech qanday bayonot e'lon qilmagan. Bahadur Lama taratqularga o'zining Xitoy askarlaridan uy silish to'g'risida so'raganligini, ularning javob berishini rad qilib qolmay, yana uning bu rayonga kirishini cheklaganligini bildirgan. Ayni vaqtda u shu yerdagi bosh ma'muriy amaldor Jeranjivi Giri bilan aloqalashib, bu ishni surishtirganda, bosh ijroiya amaldori o'zining hech nimani bilmaydiganligini aytgan ekan. Undan boshqa yerlik kent komitetiga mas'ul kishi taratqularga 2019-yili Nepal hukumatining Xitoyning bu rayonda yo'l yasashiga va uy silishiga qarshi turganligini, Xitoy Nepal hukumatining qarshi turishiga qaramay davomli qurilish qilganligini bildirgan. Xabarda yana Nepal hukumatining eg'ir beparvoligi sababidan davlatning nurg'un joylari yaqin yillardan buyon Xitoyning kontroliga o'tganligini, Nepalning diplomatiya ministri Pradip Kumar Javali Xitoyning Nepal zaminiga besib kirganligini inkor qilganligini, navbatda Nepal hukumati davlatning bexatarlik, tekshirish va nazorat qilish tarmoqlarining xodimlarini Nanxiya kentiga avatib, Xitoyning Nepalning zaminini qonunsiz egallab olganligini va uy solganligini tekshirmoqda. Uningdan boshqa xabarlarda nurg'un Xitoy fuqarolari Xitoy virusi sababidan xizmat fursatidan mahrum qolganligi, ularning hayoti va iqtisodiy eg'ir qiyinchiliklarni olib kelganlikdan Xitoy kommunist hukumatiga norozilik qo'zg'agan. Bu sababdan Xitoy kommunist hukumati fuqarolarining hukumatga bo'lgan norozilik diqqatini bo'rash uchun chegara rayonlarda qasddan jiddiylik paydo qilgan deb ko'rsatgan.